Yaxshi narxda parvoz olaman deb qidirib yurganlar diqqatiga. Egalarini yaxshi narxga ko'ndirib qo'yganman. Oldin buni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Telegram kanalimizda qimmatroq narx bilan endi buni hozir pul so'rashning zarurligi uchun 46960 dollar deb aytilyapti. Yana ozgina barakasiga o'tib beriladigan joylarini ham qoldirildi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan tegach, PSP 2008-yilda ishlab chiqarilgan 3 mostlik BPV mosti. Kubasi jami 124 kubani tashkil etadi. DAF 105 460 talik avtomat korobkada yurgan masofasi 1,342,000 km masofani bosib o'tgan. Retardatsiya ham bor. Balonlarini kurgovi hammasini 85% holatda hisoblasangiz bo'laveradi. Baklari jami 1700 litrli bak bilan jihozlangan. Mashinani hech qanday kamchiligi yo'q, ishga tayyor holatda deb egalar aytayaptilar. Oxirgi marta Telegram kanalimizda 2011 ga 2007-yil parovoz, u ham DAF edi, faqat u katta kabina edi. 47,000 dollarga sotildi. Menimcha buning narxi ham yaxshi narx bo'lsa kerak. Yana ozgina o'tib beriladigan joy ham bor deb aytayaptilar egalari. Qiziqqan bo'lsangiz, egalarning o'zlariga telefon qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil bu mashina Namangan viloyati, Namangan shahridagi Nurobod Furapetani ichida turibdi. Bu videoni mana shunaqa parvoz qidiruvga furachi tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.